Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzumiz Perfect Meet Sign. Xo'p, ushbu mavzuni ko'rib chiqamiz. Kecha Perfect Meet Hub'ni ko'rib chiqqan edik. Bugun batafsil Perfect Meet Sign, ya'ni aynan signni ko'rib chiqamiz. Bir daqiqa. Xo'p. Bilasiz, perfect zamoni bu o'tgan zamonni ifodalash uchun ishlatiladi va ikki qismdan iborat, ya'ni bu yordamchi fe'llar sein va haben gapda hozirgi zamon shaklida yoziladi. Ikkinchisi particip ik, ya'ni asosiy fe'lning o'tgan zamon shakli. Asosiy fe'lning o'tgan zamon shakli. Xo'p, bularni yodlab olishimiz kerak. Participe ik ya'ni qanday tuslanishini kecha ham darsda aytib o'tgandim. Buni meni kanalimdan topishingiz mumkin, Lererbek kanalidan. Xo'p, formulasini bilamiz. Ya'ni subyekt keladi, haben yoki sein ishlatiladi, keyin obyekt keladi bu yerga va so'ng oxirida participe ik ishlatiladi. Ya'ni formulani to'liq yozib o'tirmadim, ya'ni shu shaklda ishlatiladi. Xo'p, endi qachon sein yordamchi fe'li ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Perfect zamonida faqat ayrim fe'llar sein yordamchi fe'li bilan ishlatilar ekan. Bu fe'llar 3 ta asosiy guruhga bo'linadi ekan. O'sha 3 ta guruhni hozir ko'rib chiqamiz. Bu birinchisi harakat joy o'zgarishini bildirsa, ya'ni A nuqtadan B nuqtaga o'zgaradigan bo'lsa harakat joyi. Xo'p, sein shundagina sein ishlatiladi. Misol uchun unga ko'rib chiqamiz. Ich bin nach Deutschland geflogen. Ya'ni men Germaniyaga uchib ketdim. Ya'ni uchmoq fe'li bu yerda geflogen participe ikki. Bu yerda uchmoq fe'li A nuqtadan B nuqtaga harakat joy, ya'ni joyni o'zgarishini bildiryapti. Shu sababli aynan shu kabi fe'llar bilan sein ishlatiladi. Ya'ni mana bu yerga ich habe emas, balki ich bin ishlatildi. Ya'ni sein fe'li ishlatildi. Sein fe'li shu birinchi guruh, ya'ni harakat joy o'zgarishini bildirsa, sein ishlatiladi. Keyingi gapimiz ist nach Haus gegangen, ya'ni uyga ketdi. Ya'ni bu ham ketmoq, bormoq fe'li, gehen participe ikkida gegangen bo'lib tuslandi. Ushbu fe'l, ya'ni bu ham ko'ryapsiz, harakat joyi o'zgarishini bildirmoqda, ya'ni uyga ketganini bildirmoqda A nuqtadan B nuqtaga. Keyingisi wir sind ins Kino gefahren, biz kinoga bordik. Bu ham shu misol, ich habe nach Deutschland geflogen. Ya'ni bu yerda haben ishlatilmaydi deyapti. Ya'ni nimaga ishlatilmaydi? Chunki bu yerda geflogen, ya'ni fliegen fe'li, uchmoq fe'li A nuqtadan B nuqtaga joy o'zgarishini, ya'ni harakat joy o'zgarishini bildiradigan fe'l bo'lganligi uchun bu aynan sein bilan ishlatiladi, haben bilan emas. Bu xato. Habe emas, balki ich bin bo'ladi. Ya'ni ich bin nach Deutschland geflogen. Shunga ehtiyot bo'lamiz. Ba'zilar ushbu qoidalarni bilmaganligi uchun ich habe nach Deutschland geflogen deb ketadi. Bir qaraganda 100% to'g'ridek ko'rinadi. Lekin fliegen fe'li, ya'ni bu yerda participe geflogen aynan haben talab qilmaydi, ya'ni sein bilan keluvchi fe'l hisoblanadi. Ikkinchi, shunda joy o'zgarishi bo'lsa, sein ishlatiladi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida esa holat o'zgarishini bildirsa. Eslab qolamiz, holat o'zgarishi. Agar fe'l biror narsani holati o'zgarganligini bildirsa, perfect sein bilan yasaladi. Eslab qolamiz, holat o'zgarsa, sein bilan yasalar ekan. Misol uchun, das Eis ist geschmolzen, ya'ni muz eridi. Nima qildi? Eridi. Erimoq fe'li, ya'ni muz holatdan erigan holatiga, ya'ni holat o'zgarishini ifodalovchi fe'llar bilan sein ishlatilyapti. Buni das Eis ist sein bilan kelmoqda, geschmolzen. Keyin gapimiz die Blume ist verwelkt, ya'ni gul so'lib qoldi. Nima bo'ldi? So'lib qoldi, ya'ni holat o'zgaryapti. Sveji holatdan so'lib qolgan holatiga o'tmoqda. Shunda sein ishlatilyapti. Keyingi gapimiz das Kind ist gewaschen. Bola o'sdi, bola ulg'aydi.
bunda ham holat o'zgaryapti, ya'ni bola o'sganini, ulg'ayganini bildirmoqda. Bu turdagi, ya'ni biror narsa avvalgidek emas, ya'ni avvalgidek bo'lmasa zayn ishlatiladi, ya'ni holat o'zgarishini bildiruvchi fe'llar bilan aynan zayn ishlatiladi. Buni ham eslab qolamiz va yozib olamiz. Keyingisi esa maxsus fe'llar bor, ya'ni aynan maxsus fe'llar bor, ular faqat zayn bilan ishlatiladi. Ya'ni zayn yordamchi fe'li bilan ishlatiladi. Xo'p, bular birinchisi zayn. Zayn tarjima qiladigan bo'lsa, bo'lmoq, ich bin gewesen. Ya'ni men bo'ldim degan ma'noni bildiradi. Ya'ni zaynda parsivik shakli gewesen bo'lib tuslanadi. Eslab qolamiz. Shuningdek, keyingisi werden, ya'ni aylanmoq, bu ham bo'lmoq. Ya'ni is arzt geworden. U shifokor bo'ldi. Shunday ekan, bo'lmoq, ya'ni werden fe'li bilan zayn ishlatilar ekan. Xo'p, keyingisi bleiben, qolmoq fe'li bilan ishlatilar ekan. Zayn sie ist zu Hause geblieben, uyda qoldi. Xo'p, bularni maxsus 3 ta fe'lni yodlab olamiz. Bu fe'llar faqat zayn bilan kelar ekan, shuni esdan chiqarmaymiz. Xo'p, endi esa qachon haben ishlatilishini yana bir ko'rib chiqamiz. Agar fe'l harakat bildirsa-yu, joy o'zgarmasa, u holda haben yordamchi fe'li ishlatilar ekan. Ya'ni harakat bildirsa-yu, joy o'zgarmasa, u holda haben yordamchi fe'li ishlatilar ekan. Menga misol ich bin geschwommen, ya'ni bu xato. Nega xato? Chunki suzmoq fe'li harakat bildiryapti, lekin joy o'zgarmayapti, ya'ni basenda yozadigan bo'lsa, basenda o'zida. Endi bu misol. Ich bin geschwommen xato. Ich habe geschwommen, men suzdim. Ya'ni geschwommen fe'li bilan zayn ishlatilmas ekan, ya'ni haben ishlatiladi. Ich habe geschwommen to'g'ri variant. Xo'p, keyingi gapimiz ist getanzt. Ya'ni bu gapimizda, ya'ni u raqsga tushdi deydigan bo'lsak, raqsga tushdi, ya'ni harakat bor, lekin holat yoki joy, ya'ni joy o'zgarmadi. U raqsga tushdi, joy o'zgarmadi. Ya'ni bunda zayn ishlatilmaydi, bunda ham. Xo'p, mana sababini ham keltirilgan. Suzish va raqs qilish harakat, lekin joy o'zgarmaydi. Ushbu holatda haben yordamchi fe'li ishlatilar ekan. Xo'p, yakuniy xulosa beramiz. Agar fe'l joy o'zgarishini bildirsa, holat o'zgarishini bildirsa, shuningdek zayn werden bleiben bo'lsa, bunda zayn ishlatilar ekan. Yodlab yozib olamiz. Agar fe'l oddiy harakat bo'lsa va joy o'zgarmasa, haben ishlatilar ekan. Muhim misollarni yodda tutamiz. Ularni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, shu bilan darsimiz tamom bo'ldi. Ushbu dars qisqa va lo'nda, sodda qilib tushuntirishga harakat qildim. Albatta tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.